Mutolaa. Mulla tog'a, so'zlayvering. Bu yerda hamma o'zimiz. Andijon qo'rg'onidan nechun sizga joy bermadilar? Mulla Fazliddin so'nggi kunlarda boshidan kechirgan mudhish hodisalarni eslab, bir lahza og'ir sukutga ketdi. O'tgan kuni xufton paytida Mulla Fazliddin o'zlaridan 5-6 uy narida turadigan bir xattot oshnasinikida iftor qilib o'tirganda, qandaydir noma'lum kishilar uning uyiga bostirib kiradi. Hovlidagi it vovullab qo'ymaganda uni qilich bilan chopib tashlaydilar. Bugun bu yerga aravani minib kelgan xizmatkor yigitning og'ziga latta tiqib, qo'l oyog'ini bog'laydilar u qaznoqqa tashlaydilar. So'ng uyga kirib tintuv o'tkazadilar. Po'lat sandiqni ko'rib qoladilar. Lekin uni ochishning ilojini topolmay, qulfini bolta bilan urib sindirishga kirishadilar. Qilich bilan chopilgan it qattiq vangillaganda devor darmiyon qo'shiqlar bir falokat bo'lganini sezadilar. Ulardan biri chiqib Mulla Fazliddindan xabar olmoqchi bo'lsa, darvoza qarshisidagi daraxt panasida bir odam 4 ta otning jilovidan ushlab turibdi. Uning yuzi qora niqob bilan bekitib olingan, faqat ko'zlari ko'rinadi. Ichkaridan esa po'lat sandiq qulfiga urilayotgan bolta tovushi eshitiladi. Mulla Fazliddinga qadrdon bo'lgan qo'shni uning uyiga yomon odamlar tushganini sezadi-yu, darhol xatto chopadi. Undan voqeani eshitgan Mulla Fazliddin uyiga yugurib keldi. Po'lat sandiqning qulfini sindirib ochib, undagi qog'ozlarni tiklayotgan bosqinchilar uy egasini ko'rib, darchadan ayvonga sakrashdi. To'xta, nobakor. deb Mulla Fazliddin bittasining qarshisidan chiqqan edi, yuziga qora niqob tutgan ayiqday zo'r yigit uni yelkasi bilan urib chetlatdi-da, ko'chaga otildi. Boshqalari ham ko'chadagi otlariga minib, bir lahzada g'oyib bo'lishdi. Mulla Fazliddin ularni quvib yeta olmasligini sezdi-da, to'z-to'polon bo'lgan uyga qarab intildi va ochiq yotgan po'lat sandiqning tepasiga keldi. Tokchada qo'shaloq sham yonib turibdi. Uning yorug'ida aralash-quralash bo'lib ketgan, ba'zi joylari yirtilgan loyihalar va chizmalar ko'zga tashlandi. Sandiq ichida podshoh in'om qilgan oltinning bir qismi hamyoni bilan turgan edi. Shu yo'q. Lekin hozir Mulla Fazliddinning ko'ziga oltin ham ko'rinmas edi. Uning butun xayoli sandiq tubidagi maxfiy tag qutini bekitib turgan silliq mis parchasida edi. Uni chapga sekin surgan edi, tag qutining kalit solinadigan joyi ochildi. Mulla Fazliddin atrofiga alangladi. Uyda boshqa odam yo'q. Qo'shnisi qaznoqdagi xizmatkorning oyoq qo'lini yechish bilan ovora edi. Mulla Fazliddin qo'ynidan kichkina kalit olib, tag qutining qulfiga soldi. Qulf ochilgandan keyin tag qutining mis qopqog'ini sekin ko'tardi-yu, yupqa jild ichidagi suratlarni ochib ko'rdi. Keksa bog'bonning daraxt payvand qilayotgan payti, Chilmahram tog'laridagi ov tasviri, eng pastda chang chalayotgan go'zal bir qizning surati. Bu Umar Shayx Mirzoning qizi. Andijon chorbog'ida podshoh oilasi uchun tillakori ko'shk qurgan paytlarda 18 yoshlik Xonzoda begim uning musavvir ham ekanligini bilib qolib, o'zining suratini chizdirgan. Mulla Fazliddin bu ishni yashiriqcha qilgan. Agar shariat peshvolari uning odam suratini chizganini bilib qolishsa, sog' qo'yishmaydi. Yana tag'in go'zal malika bilan yashiriqcha til biriktirib surat chizgani qizning podshoh otasiga ma'lum bo'lsa bormi? Mulla Fazliddinni tilka pora qilib tashlashlari hech gap emas. Shu sababli hozir uni eng qattiq qo'rqitgan narsa bu suratni bosqinchilar qo'liga tushib qolish ehtimoli edi. Xayriyatki, ular sandiq tagida maxfiy tag quti borligini sezishmabdi. Lekin sandiqni otlariga o'ngarib ketishsa nima bo'lardi? Unda tag qutidagi suratlarni ham albatta topib olishardi. Xizmatkor yigit sal o'ziga kelgandan so'ng Mulla Fazliddin undan va qo'shnisidan voqeaning tafsilotlarini so'rab bildi. O'zini ko'rganlarga buni taqqoslab, shunday xulosaga keldiki, uning uyiga tushganlar oddiy o'g'rilar emas, balki qaysi bir zo'ravon bekning yigitlari. Ular uyni tintib nimani qidirishgan? Tarhlarni tashlab ketishibdi. Demak, suratlarni izlashgan. Mulla Fazliddinning surat chizishini biladigan odam unda qasdi bor bek yuborgan bo'lishi kerak bu yigitlarni. Istirobli o'ylar tuni bilan Mulla Fazliddin ko'ziga uyqu qo'ndirmadi. Urushning alg'ov-dalg'ovida tobora bo'yni yo'g'on bo'lib ketayotgan bebosh beklar esiga tushgani sari ko'ngli bezovta bo'lardi. Andijonlik beklardan Hasan Yoqub degani shu yil bahorda Mulla Fazliddinni chorbog'iga chaqirtirib, katta bir ish topshirmoqchi bo'ldi. Mirzo hammomidan ham ulkanroq bir hammom qurdirmoqchimen. Yozda salqinlaydigan marmar xonalari bo'lsin. Yoqubbek ovozini pasaytirib davom etdi. Chiroyli asira qizlar sotib olg'ayman. Oltinim yetarli. O'sha qizlar hammomning marmar hovuzida cho'milganda men o'ltirib tomosha qiladigan maxfiy tuyniklar ham bo'lmog'i lozim. Uqdingizmi? deb Yoqubbek xaxolab kuldi-da, gapning xulosasini aytdi. Ana shu hammomning tarhini o'zingiz chizing. Qurilishga ham siz sarkor bo'ling. Qancha haq tilasangiz beray. Xo'pmi?
Me'morlikni muqaddas bir san'at deb ishongan Mulla Fazliddin Yoqubbekning shahvoniy niyatlarini eshitib, nafrati keldi. Janob bek, uzr. Men harom ishdan qo'rqaman. Nimasi harom? Men hammomni o'z aqchamga qurdirgaymi? Hammomga maxfiy tuynuklar quyib quradigan sarkorlar boshqa. Siz o'shalarga murojaat qiling. Menga Mirzo hazratlari pokiza bir dargoh qurdirmoqchilar. Shu kunlarda madrasa tarhini chizish bilan bandmen. Ruxsat eting. Men boray. O'rinlardan turganda Yoqubbek Mulla Fazliddinga o'qrayib ko'z tikdi. Lekin men aytgan gap shu yerda qolsin, janob me'mor. Aks holda, Albatta, bu gap shu yerda qolur. Lekin siz ham mendan ozurda bo'lmang. Ora ochiq. Ma'qulmi janob bek? ma'qul. Mulla Fazliddin shu bilan bu bo'yni yo'g'on bekdan qutuldim deb o'ylagan edi. Lekin bundan 15 kuncha burun Ahmad Tanbal degan bir badavlat bek Mulla Fazliddinni so'roqlab, kechki payt uning uyiga keldi. Ikkovlari xoli qolganda Ahmad Tanbal cho'ntagidan bir hamyon oltin oldi-da, Mulla Fazliddinga uzatdi. Taqsir, mana shu oltinni oling-ku, bitta surat chizib bering. Qanaqa surat? Yoshi 25lardan oshgan bo'lsa ham, yuziga hali durust soqol chiqmagan ko'sanoma Ahmad Tanbal og'zini me'morning qulog'iga yaqinlashtirib shivirladi. Malikamizning surati kerak menga. Qaysi malikamiz? Sergaklanib so'radi Mulla Fazliddin. Chorbog'da tillakori ko'shk qurganingizda ko'rgansiz. Xonzoda begim o'zi ham sizning san'atingizga ixlosmand emish-ku. Mulla Fazliddinning yuragi takappuka bo'lib ketdi. Nahotki bu bek po'lat sandiqdagi suratdan xabardor bo'lsa. Kim sizga shunday dedi? Men me'mormen. Men faqat imoratlarning suratini chizamen. Mendan yashirmang, janob me'mor. Men shariat peshvosi emasmen. Surat chizishni bizdan man qilganlarga men ham qarshimen. Hirotda Shohrux Mirzo Boysunqur Mirzo uchun qurdirgan saroyning devorlari go'zal qizlar surati bilan bezalgan ekan. To'g'rimi? To'g'ri-yu, lekin har joyning o'z toshu tarozusi bor. Agar Xonzoda begimning surat haqida siz aytgan gapni podshoh hazratlari bilib qolsalar, nima bo'lishini o'ylaysizmi? Bilmagay, deb shivirladi Ahmad Tanbal. ikkovimizdan boshqa hech kim ogoh bo'la olmagay. Xo'p deng, mang oltinni oling. Shoshmang bek. Meni surat chizadi deb sizga kim aytdi? Eshitdik-da. Kimdan? Hasan Yoqubbekdanmi? Hasan Yoqubbek bir bobordan eshitgan ekan. Demak, Ahmad Tanbalning bu yerga kelganidan Hasan Yoqubbek xabardor. O'yladi Mulla Fazliddin. Bular birgalashib meni qo'lga tushirmoqchi bo'lsa kerak. Sendek qurbaqa tahdid bek uchun Xonzoda begimning suratini chizib berib, men ahmoq emasmen. Janob Ahmadbek, kamina bog'larning suratini chizganda bir chetiga bog'bonni ham tasvirlashim mumkin. Me'morlik san'ati buni inkor etmaydi. Ammo malikaning suratini chizish uchun menda na san'at bor, na haq va na jur'at. Xullas, mening so'zimni yerda qoldirmoqchimisiz? Boshqa ilojim yo'q. Meni ma'zur tuting, janob bek. Bunday taklif bilan kelish siz uchun ham xatardan xoli emas. Bu tahdid mana endi 4 ta bosqinchining qiyofasiga kirib, qorong'ida uning uyiga bostirib kelgan bo'lsa ajab emas. Qurolsiz, navkarsiz Mulla Fazliddin Ahmad Tanbalday yuzlab qurolli yigitlar bor beklarga qanday bas keladi? Lekin bo'lari bo'ldi deb indamay yuraversa, bu quturgan bek ertaga 5 battar yomonliklar qilishi mumkin emasmi? Mulla Fazliddin ertalab podshoh in'om qilgan to'bichoq otlarida shahar dorug'asi qabul qiladigan mahkamaga yo'l oldi. Uzun Hasan ismli ingichka novcha dorug'a askarlikka odam olish va shaharni yaqinlashib kelayotgan dushmandan himoya qilish tashvishi bilan band ekan. Mulla Fazliddinning arzini qayoqqadir ketmoqchi bo'lib, shoshilib turgan paytda tingladi-da, Taxtlaringizga tegmang. Hamyoningizni olib ketgan bo'lsa, bu To'qaydan chiqqan o'g'rilarning ishi, dedi. Yog'iy tashvishdan qutulsak, To'qaylarni o'g'rilardan tozalagaymiz. Hozir ahvolni ko'rib turibsiz. Qo'l qovushtirib tikka turgan Mulla Fazliddin dorug'aga yaqinroq keldi, Mening boshqa gumonim bor, janob dorug'a. dedi. So'ng Ahmad Tanbalning surat chizdirmoqchi bo'lganini, rad javobi olganda esa achchiqlanib ketganini aytib berdi. Kimning surati? deb dorug'a qiziqib qoldi. Mulla Fazliddin Xonzoda begimning nomini tilga olishga qo'rqdi. Parilar suratimidi? Yaxshi tushunmadim. Sandig'ingizda parilar surati bormidi? Bosqinchilar shuni olib ketdilarmi? Surat o'zi bo'lmasa, neni olib ketsin? Men hazrati oliylari buyurgan madrasa tarhini chizish bilan bandmen. Suratkashlikka vaqtim yo'q. Sandiqda xomaki loyihalarim bor edi, xolos. Ular joyida qolganmi axir? Undoq bo'lsa, Ahmadbekdan nechun gumonsiramoqdasiz? Sababini aytdim, janob dorug'a. Taftish o'tkazishingizni so'rayman. Ahmadbek sultonlar avlodidan ekanini unutgan bo'lsangiz,
men eslatib qo'yib, Hazrati oliylarning katta xotinlari Fatima begim Ahmadbekka qarindosh bo'lurlar. Fatima begimning chaqirig'i bilan Sulton Ahmadbek bugun azonda poytaxtimiz Axsiga ketdilar. Agar o'sha bek sandiqdagi suratlarni qo'lga tushirsa, Axsiga eltib, podshoh oilasiga ko'rsatmoqchi bo'lganman. degan o'y mulla Fazliddinning ichini muzlatib o'tdi. Bular mening qonimga shunchalik tashnami? Balki Ahmad Tanbal xonzoda begimni ham shu surat orqali qo'lga tushirmoqchidir. Hali uylanmagan bu bek podshohga kuyov va xonzoda begimdek go'zal qizga er bo'lishni jon dili bilan istasa kerak. O'rgimchak to'riga o'xshash yopishqoq bir balo atrofini o'rab kelayotganini sezgan mulla Fazliddin jon jahdi bilan bu to'rni yirtib chiqib ketishga urindi. Janob Dorug'a, men sizdan adolat istab keldim. Podshoh hazratlari meni sizning himoyangizga topshirgan edilar. Agar bosqinchilarni topib jazo bermasangiz, men podshoh hazratlarining huzurlariga panoh istab ketishga majbur bo'lurmen. Ammo shuni bilingki, janob me'mor, Hazrati oliyning huzuriga sizdan ham oldin ba'zi bir gaplaringiz yetib borishi mumkin. Ya'ni qaysi gaplarim, janob Dorug'a? Ba'zi me'morlar o'zlarini podshohlardan ham baland qo'yarmishlar. Bu taxtu saltanatlar benomi nishon yo'qolur. Faqat me'mor va musavvirlar yaratgan zo'r san'at asarlari tirik qolur degan gustoxona aqidalar bizga ma'lum. Mulla Fazliddin bugun Quvada pochchasining uyida bexosdan aytib yuborgan bu e'tiqodini boshqa ishongan odamlarga ham aytgan paytlari bo'lgan edi. Ana shu ishonganlaridan allaqaysisi ayg'oqchilik qilib, bu gapni Dorug'aga yetkazganini, endi Dorug'a buni podshohga dasturxon qilib olib borishi mumkinligini sezdi-yu, badanidan sovuq ter chiqib ketdi. Lekin Dorug'aga sir boy berish qanchalik xatarli ekanini payqab, Bu hammasi ig'vo. Janob Dorug'a, sizning ustingizdan ig'vo qiluvchilar ham oz emas. Buni bilirsiz. Men Andijonda neki bino qilgan bo'lsam, hammasiga Mirzo hazratlarining nomini bitmoqdamen. Arkdagi devonxonani ko'ring, Chorbog'dagi ko'shkni ko'ring. Men ularning biror joyiga o'z nomimni yozibmenmi? Qani, ig'vogarlar dalil keltursinlar. Men hammasiga Mirzo hazratlarining muborak nomlarini bitganmen. Demak, tarixda mening nomim emas, Mirzo hazratlarining nomi qolsin deganmen. Shundoqmi yo'qmi? Qani ayting. Dorug'a bu mantiqli dalillarni rad eta olmasdan, Shundoqlikka shundoq, ammo Ammosi yo'q, janob Dorug'a. Siz meni bosqinchilardan himoya qilish o'rniga ayg'oqchilarning tuhmatiga ishontirgan bo'lsangiz, men alhol Axsiga borib, Mirzo hazratlariga arz qilurmen. Uzun Hasan bu do'qni pisand qilmay, mayli, boring, arz qiling. dedi. Lekin shuni bilingki, atrofimizni yog'iy bosgan bu xatarli damlarda podshohga me'mordan ko'ra navkar zarurroq. Ahmadbekdek, mendek jangovar beklar uchun podshoh hozir sizdeklardan qanchasining bahridan o'tur. Axsiga borganda ko'rurmiz. deb mulla Fazliddin mahkamadan shaxt bilan tashqariga chiqdi. Uning vajohati hoziroq Axsiga, podshoh huzuriga arzga boradiganga o'xshardi. Lekin u otlanib uyga qaytayotganda sal hovuridan tushdi-yu, Uzun Hasan aytgan so'nggi gaplarda achchiq bir haqiqat borligini sezdi. Yov qurshovida qolayotgan Umar Shayx Mirzo bitta me'morni deb 100-200 dan navkari bor zo'ravon beklarga qarshi bormasligi aniq. Ahmad Tanbal bugun Axsida, shoh saroyida. Agar u mulla Fazliddinning malika suratini chizgani haqida gap tarqatsa, lekin Ahmad Tanbal buni qanday payqagan ekan? Mulla Fazliddin xonzoda begimning suratini chizish uchun u bilan tillakori ko'shkda pinhon uchrashganda buni zimdan ko'rib